Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin alayhi salatu wassalam. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu aziz mehmonlar. Qadamingizlarga hasanat. Bugun mana shunday ulug' muborak kunlarda Alloh subhanahu va taolo Shuhrat hoji akamizning xonadonlariga bozori yo'q, bahosi yo'q ulug' ne'mat, nabira ne'matini ato qilinganligi, haqiqiy ihsoni atrofida bugun jam'ul jam bo'lar ekanmiz. Haq subhanahu va taolo avvalambor bu yangi zurriyotlarni umriga, rizqiga, ota-onalariga o'zi Alloh taolo behisob barakotlar ato qilsin. Bugun ko'zlangan maqsad mana shu jamoa jajjigina bolajonimizni duo qilishsa, kelajakda unib o'sib olim, qori, boamal farzandlar bo'lsa degan yaxshi niyatlar bilan bugun shuncha tashvish obu oshlar, dasturxonlar yozib ahli ilmlarni chaqirganlar. Haq subhanahu va taolo niyatlariga muvofiq o'zi qabul aylasin. Azizlar, bugun fayzlik bu ihson dasturxonimizga hammamiz uchun qadrli ustozimiz Shayx Alijon qori akamiz tashrif buyurganlar. Inshaalloh mamnuniyat bilan ustozga so'zi berib, ham mauizalar, ham tilovatlardan, duolardan inshaalloh bahramand bo'lamiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Thumma amma ba'du. Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram aziz mehmonlar, barchalaringizni qadamlaringizga hasanatlar. Alloh subhanahu va taolo har biringizni qalbingizdagi ezgu niyat, orzu, havas, har so'ragan ne hojatingiz bo'lsa, ushbu fazilatli ayyomlarda ijobat aylab, aynan bu chaqalog'imiz inshaalloh mustaqbal olim qorilarimizdan bo'lajak Mir Usmon farzandimizga qilib turgan duolaringizni va sizni o'zingizni naslingizga ham avvalda qilib kelgan duo iltijolaringizni qabul aylasin. Hazrati Umar ibn al-Xattob radhiyallohu ta'ala anhuni huzurlariga bir ota keldilar. Ota kelib, Hazrat dedilar, Hazrat, ana shu farzand o'g'il, meni o'g'lim shu oz qoldi menga oq bo'la yozdi dedilar. Qani o'g'lingiz? U ana chaqiring. Hazrati Umardan demak maslahat so'ragani, nasihat olgani kelibdilar ota. O'g'illarini chaqirtirdilar, huzurlariga o'tkazdilar va Hazrat Umar o'g'ilga nasihat qila ketdilar. Alloh taolo Qur'onda bunday degan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam so'zlarida bunday deganlar. Axir bu zot otangiz, ota-onangiz bo'lsalar, sizni vujudingizga sabab bo'lgan bo'lsalar, deya bir qancha va'zi irshodni qildilar. Haligi bolani odobidan keyin qarang, boshini egib Hazrat Umarning so'zlarini oxirigacha eshitdi. Va Hazrat Umar so'zlaridan to'xtar ekanlar, aytdilarki, Hazrat dedilar, amirimiz dedilar. Men bu so'zlaringizdan farzandni ota-onalari oldidagi burchini bildim. Endi islomda ota-onalarni farzandlar oldidagi burchi, ularni gardanidagi vojib amallar haqida ham aytib berasmi dedilar. Qarang u bolani zakovatini. Ha, bo'lmasamchi dedilar. Avvalan dedilar, birinchidan an yaxtara laka umman solihatan. Ota bir otaki farzand qilishidan avval, farzandlarini dunyoga olib kelishlikdan avval farzandlariga soliha bir ona tanlash huquqi unda bo'lishligi kerak. Birinchidan farzandlariga demak soliha bir ona tanlashligi kerak. Ikkinchidan saniyan dedilar an yusammika bi ismin jamil. Sizga jamiyatda siz quvonib aytadigan, el yurtni do'st birodarlaringiz ichida g'ururlanib yuradigan go'zal bir nomni berib sizga yaxshi bir ot qo'yishi dedilar ikkinchisi. Va thalithan, uchinchisi an yuallimakal Qur'an. Uchinchisi shu otangiz sizga Qur'on o'rgatishligi dedilar. Shunda u yigit, Hazrat, bu aytgan 3 haqni otam meni haqqimda ado qilmadi. Qanaqasiga?
Birinchidan, menga shunday bir onani tanladi. Pulidan qochib, bir hur ayolni olib nikohiga olmadida, bozorga borib bir joriyani bo'lib ham aqlida shikast bo'lgan, aqli zaif bo'lgan jinni bir ayolni o'ziga nikohga oldi. Meni onam aqlsiz deyapti. Pulidan qochgan. Ma'lumingizki, o'sha vaqtlarda qullar zamonida qullar husni jamoliga qarab, qiladigan hunariga qarab baholangan. Albatta, jinni ayol bo'lgandan keyin uni bahosi past bo'ladi. Va endi deyaptilar. Bo'lsa onam bilan bir marta bo'lgandirki, mana men o'sha nikohdan tug'ildim. Keyin onamga qiyo boqmadi. Va endi meni ismimni shunaqangi bir ism berdiki, birlari meni so'rasalar, ismimni aytgani uyalaman. Nima edi ismingiz? Meni ismimni Ju'la deya qo'ydi. Nima u Ju'l desa, qora qo'ng'iz degan ekan. Ota ham shunaqa bo'ladi. Ota o'zini farzandiga qora qo'ng'iz deya qo'yibdi. Nega deyilsa, bu mana u joriyadan bo'lgan o'g'li deya unga nisbatlanishligidan or qilib, hatto o'sha bolaga qora qo'ng'iz deya nom beribdi. Uchinchidan aytdingiz-ku, Hazrat debdilar. Qur'onni o'rgatishligi otam. Nafaqat Qur'on. Bir oyat, bir so'z, bir harf ham hali menga o'rgatmadi deganlarida Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu darg'azab bo'ldilar. Ey birodar, siz farzandingizni oq qilishligingizdan avval siz farzandingizga o'zingiz oq bo'lib bo'psiz-ku dedilar. Azizlar, e'tibor qilaylik. Demak, ota-onalar ham farzandlarini tarbiyasini yaxshi qilmaydigan bo'lsalar, ota-ona ham oq bo'lib qolar ekan. Bu katta falokat. Dunyo oxiratni judoligi. Ehtiyot bo'lishligimiz kerak ekan. Bu Hazrati Umar ibn al-Xattob radhiyallohu ta'ala anhuni tanbihlari. Va o'sha ota albatta Hazrati Umarning so'zlarini olib tavbasini qildi. Bundan bildingizki, biz otalar, ota-onalar farzandlarini demak, avvalambor aynan onalarni tanlashlik bilan ularning salohiyatini Alloh taolodan so'rar ekanmiz. Va ularga go'zal ism berar ekanmiz. Mana bugunlik chaqalog'imizning ismi mashaalloh Mir Usmon. Hammangizga, barchangizga ma'lum kim? Hazrati Usmon bin Affan. O'shandayin ulug' zotlarga havas qilib bugunlik kunda Shuhrat hoji akamiz ahli oilalari bilan, ulug'lar bilan maslahatlashib mana shu go'zal ismni berdilar. Va Mir qo'ydilar. Mirning ma'nosi bu nima deyilsa, amir, rahbar, yo'lboshi deganligi. Allohim niyatlarini ijobat aylasin. Va Usmonning o'zi ma'nosi nima deyilsa, hakim. Arab tilidagi bu so'z, ammo Usmon desalar arablar hakim, hikmatli bir zot. Zehn zakovati juda ham kuchli bo'lgan bir zot. Qudrat egasi bo'lgan bir zotni odatda Usmon deyishganlar. Bo'lib ham aytib turganimizdek Hazrati Usmonga havas qildilar. Inshaalloh o'sha havaslarini, niyatlarini Alloh ijobat aylaydi. Hazrati Usmonni agar biz sahobalar ularni bilganlaridek, balkim e'tibor qiling, Alloh va Rasuli u zotni qadrlagandek qadrlasak, ularni shunday sevsak, Alloh bizni farzandlarimizni ham o'sha Usmonlar kabi qiladi. Alloh avvalambor ulug'lab qo'ygan u zotni. Va payg'ambari alayhissalatu vassalam ulug'laganlar. Va bashariyat tarixida, butun insoniyat tarixida Hazrati Usmon kabi bir payg'ambarni bo'lib ham payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallamni birmas ikki qizini olib Zunnurayni bo'lishlik maqomi butun odam bolalarining ichida faqat u zotga nasib qildi. Avvallarida Ummu Kalsum onamizni, payg'ambar alayhissalatu vassalomning qizlarini olar ekanlar. Ularning vafotlaridan keyin Hazrati payg'ambar alayhissalatu vassalam Usmonga Ruqayya onamizni berdilar. Qarang, shu sababdan ikki nur egasi deyildi.
Hatto aytdilarki, ikkinchi qizlari ham vafot etganlarida, ey Usmon, agar yana bir qizim bo'lsa edi, sizga berardim dedilar. Allohu akbar. Yana bir rivoyatda va in kanat lana 10 fazawwajnaka deganlar. Agar yana 10 ta qizim bo'lsa, 10 tasini ham sizga bergan bo'lardim dedilar. Demak, bu payg'ambar alayhissalatu vassalomning sevgilari Hazrati Usmonga. Hazrati Usmonni bizi mo'min, musulmon o'laroq gardanimizda haqlari ko'p. Bizi vojiblarimizdan u zotga kunu tun duo qilishligimiz. Nega deysizmi? Hozir qorakamiz o'qigan oyatlarni, siz namozingizda o'qiyotgan Qur'on tilovatlarini hammasini o'sha bizga jamlanib Qur'on bo'lib kelishligida asosan buyuk xizmatni u zot qilganlar. U zotni zamonlarida Qur'on jamlangan. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni zamonlarida Qur'on yozildi. Sahifa holatda qoldi. Illo Hazrati Usmon radhiyallohu ta'ala anhuning zamonlarida aynan o'sha sahifalar jamlanib, avvalida Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning zamonlarida birgina mushaf qolsa-da, o'sha mushaf, o'sha Qur'onni bir qancha nusxalarga ko'chirib, mana shu hozir bizi faxrimiz bo'lib, elimizni nuri bo'lib, barakotli bo'lib turgan Qur'on o'sha Mushaful Usmani deyiladi. Mushafi Usmon mana shu bizi nimamizda, hast imomimizda. Bizga baraka. Amir Temur bobolarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Keyin Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Mo'min Yusuf hazratlari ilk o'sha mustaqillikda olib kelib, o'sha Rossiyadan, Moskvadan olib kelib mana shu joyga kelishlariga sababchi bo'lganlar. O'sha Hazrati Usmonning zamonlaridagi demak Qur'on. O'sha zamonda ko'paytirilgan Qur'onni asosan bugungi kunda mo'min musulmonlarning qo'liga kelayotgan hozirgi siz o'qib turgan Madina Qur'onlari ham o'shandan nusxa qilinadi. Qaysi bir mamlakat, el, yurt, ulamo Qur'on agar chop qilaman desa, o'sha Rasmul Usmani deydilar, Hazrati Usmonning zamonlarida sahobalar taraflaridan o'zlarining rahbarliklarida qo'yilgan qonun qoidaga amal qilib, keyin u Qur'onni Qur'on qilib chiqaradilar. Agar unga muvofiq bo'lmasa, u Qur'onni Qur'on deyilmaydi. Kalamulloh deyilmaydi. Demak, Hazrati Usmonni shu darajada butun mo'min musulmonlarning ustida haq huquqlar ko'p ekan. Qiyomatgacha qoladi bu. Qiyomatgacha mana shunday davom etadi. Va o'zlari ham kun-tun Qur'on o'qiydigan zot bo'lganlar. Doimo Qur'ondan o'qirkanlar. O'zlari hofizi kalamulloh bo'lib Qur'ondan o'qirkanlar. Hatto sahobalar, tobiinlar shunday rivoyat qiladilarki, bir kuni xufton namozidan keyin Hazrat xalifa o'zlari nafil namoziga turdilar. Qish kunlari bo'lgandir. Shu boshladilar xatm Qur'onni bir rakatda o'zida to bomdod namozigacha, bir rakat, 2 rakat emas, 30 porani yoddan o'qidilar dedilar. Hazrat Usmon bir rakatda, bir rakatni o'zida 30 juzni shu qoyimlikda turib ketadi unga vaqt kamida 7-8 soat. Mana qorakalardan so'rang. Agar yana ham tartilli o'qisa 10 soat, 11 soat ketadi unga. Mana shu holatda Hazrat Usmon aslarida o'zlari bir rakatda Qur'onni o'qiydigan zot bo'lsalarda, lekin qarang azizlar, Qur'ondan o'qirkanlar. Buni ko'rgan do'stlari, sahobalar so'rayaptilar: "Hazrat, siz hofizi kalomulloh bo'lsangiz va yana doimo Qur'ondan o'qiysiz" desalar, aytayaptilar: "Ha, Qur'on qalbimda. Ammo mana shu meni ko'zlarim ham Qur'on nuriga to'lsin deyman. Yuzlarim shu bilan Qur'onni sahifasi bilan munavvar bo'lsin deyman" deganlar. Va qarangki, asarlarda keldi, kim qaysi bir banda nima amalda hayot kechirib yashasa, o'sha yashagan amalida vafot topadi deyilgan. Va Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu mana shu holda Qur'on tilovatida vafot topdilar, balkim shahidlardan bo'ldilar. Va buni bashoratini payg'ambar alayhissalatu vasallam aytgan edilar. Ey Usmon, sizni meni ummatimni bog'ilari, ya'ni hukmga, hokimga qarshi chiquvchilari, isyonchilari, isyonkorlari qatl qilishadilar. Shahid bo'lasiz va Qur'on o'qib turgan bir vaqtida sizni shahid qilib, hattoki muborak qoningiz fasayakfikahumulloh, Alloh ularga kifoyadir. Alloh ularga kifoyadir degan mazmun
oyatni ustiga qoningiz to'kiladi deya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida bashorat berdilar. Va mana shu holat bo'ldi. Va Hazrat Usmon qatl qilinganligini bilgan, shoshib kirgan o'sha soqchilarda ko'rdilar, haqiqatda Qur'on ochiq turibdi-yu, qonlari to'kilgan va aynan o'sha oyatlarning ustiga to'kilgan. U zot demak nima bo'lganlar? Qur'on ahli bo'lganlar. Ulamolarni, o'sha sahobalarni o'zlari havas qilgan. Azizlar, e'tibor bering, sahobalar havas qilgan deyapmiz. Sahobalar havas qilgan buyuk zotlardan bo'lganlar. Hayo bobini, hayo bu bizning dinimizdan. Kimning hayosi yo'q, uni dini yo'q. Hayo bobini sultoni bo'ladilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam Oysha onamizning rivoyatlari. Aytadilar, Rasululloh uylarida, xonadonlarda, xonalarda o'tirgan bir vaqtda eshik taqilladi-yu, izn so'radilar. Hazrati Abu Bakr ekanlar. Rasululloh oddiy rohat holatda o'tirgan edilar. Bemalollikda o'tirgan edilar. Hatto shu tizzalari sonlarigacha yaqin holatda ochiq turardi, uzun ko'ylaklarida, ridolarida. Hazrati Abu Bakrga izn berdilar, o'sha o'tirgan holda o'tirdilar. Yana taqilladi-yu, Hazrati Umar izn so'rayaptilar. Kirsinlar. O'tirish jilsalarini, o'tirish holatlarini o'zgartirmadilar. Qanday o'tirgan bo'lsalar, Hazrat Umarni ham shunday istiqbol qilib kutib oldilar. Endi qarang. Yana eshik taqilladi-yu, Hazrat Usmon keldilar, izn so'rayaptilar deganlarida Rasululloh darrov o'zlarini o'tirish holatlarini, haybatlarini, hay'atlarini yana tuzatib o'tirdilar. Va o'sha ochilib turgan tizza joylarini yopdilar. Shunaqangi bir go'zal bir shaklda Hazrati Usmonni qarshiladilar. Buni ko'rgan Hazrati Oysha so'rayaptilar: "Ya Rasululloh, Abu Bakr keldi. Abu Bakr keldi-yu, Umar keldi. Shu holatda edingiz, ammo Usmonga kelganda bu holatni qildingiz" deganlarida nima dedilar? Aytdilarki, axir Usmondan farishtalar uyaladi. Farishtalar uyalgan bir zotdan nahotki men o'zim hayo qilmas ekanman. Axir farishtalar uyaladi bu kishidan deya shu darajada Hazrati Usmonga bu muhabbatlarini, hurmatlarini ko'rsatdilar. Agar dedilar, men u zotni oldida mana shunday to'g'ri bir haybatda, hay'atda, holatda o'tirmasam, uni hayosidan so'ramoqchi bo'lgan so'zni ham so'ralmay qoladi dedilar. Alloh, bugunlik kunda azizlar, biz har birimiz xonadonimizda Usmonlarga muhtojmiz. Usmonlarimiz bo'lsin, Alilarimiz bo'lsin, Abu Bakr va Umarlarimiz bo'lsin. Ular amirlar bo'lsinlar, shu yurtning rahbarlari bo'lsinlar, el boshi bo'lsinlar. Mana shu jamiyatga har bir ota ilohim xonadoningizda butun jiddiy jahdingiz bilan harakat qilingki, har biringiz uyingizda shu Usmonlar bo'lsin. Shu hayotimizni yana isloh qilsin. Shu mamlakatimizni yana ham obod qilsin. Dunyoni obod qilsin. Dunyolar vaqtiki Buxoriylar, Termiziylarga havas qilgan bo'lsa, hozirda havas qilib turgan o'rinda bizni farzandlarimizga havas qilsinlar. Alloh subhanahu va taologa duolar qilaylikki, shu Mir Usmon farzandimiz ham ulug' zotlardan, peshvolardan bo'lib, Hazrati Usmonlar kabi dinimizni azizlaridan bo'lsin. Hazrati Abu Bakrlar, Hazrati Umarlar kabi bo'lsinlar. Va sizning ham, barchangizning ham zurriyotingizdan ulug' zotlar, ahli Qur'onlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi bardavom aylasin. Qorakalarimizdan tilovatni bir eshitamiz. Inshaalloh Qozidomla janoblari inshaalloh duo qilib beradilar. Marhamat qoraka.